Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga shahar markazidan navbatdagi yer maydoni 9 sotkali uchastkamiz bilan tanishtiramiz. Obzorini, sirtining fasadlarini e'tibor beramiz. Remontlari zo'r ishlangan. Endi sotishda yaltirab turibdi. Ishini tasavvur etavering, ishini ham remontlari zo'r ishlangan. Ugloyda joylashgan. Uyning kirib qismidan boshlab tanishtirib boshlaymiz, keyin orqa yoqlarni o'tib, oxirida pullarni aytib o'tamiz. Uyning kirish qismi shunday giposon. Kirgan yerdan boshlab polni ham yeri ob'oylar bilan remontlangan, chiroyli qilib kirganda chap qo'limizda katta zalimiz. Usul kurslari qo'yilib turibdi. Bu uyda ko'rgan hamma narsamiz qoladi. O'zlarining bir ikki olib ketadigan narsalari bor. Kelgan vaqtimizda ustida gaplashadi, o'tadigan narsalari. Atak ko'rdim, usul kurslari, pardalari, chiroyli yusroq taqilgan hamma narsasi qoladi, to'shamchilari. Ondan chiqib esa bu yog'imizda mana ikkinchi zal. Bu zalimizning razmeri 4 ga 6 bo'ladi. Bo'llar ham avvaldan remontlangan, pardalari, patologlari ishlangan. G'allar ham yaxshi g'allardan to'shalib turibdi. Uyga shunday kelib yashasangiz bo'ldi. Boshqa hech kamsikutik yo'q. Hamma narsa yetarli. Bir koridor, bu yoqda ikki spalniyasi bor. Spalniyalar bilan ko'rsatmaymiz. Buni esa kundalik o'tiradigan bu bosom, uyg'oqlar qo'yilgan, chiroyli qilib bu yerga televizor osib, kundalik o'tirsangiz bo'ladi. Bu eshikdan kuxnyaga kirib, aynagandan vanna zonasiga o'tsa bo'ladi. Kuxnyadan orqaga chiqsangiz ham bo'ladi. Mana eshikdan prямо orqaga chiqib ketsa bo'ladi. Endi esa kuxnyani tanishtiramiz. Bu kuxnyasi ham chiroyli etib remontlangan. Kotelxonasi, nasos, suvga filtrlar qo'yilgan. Gaz, kuxnya mebellari chiroyli qilib ishlangan. Kuxnyasi ham bir kengana. Tarishlar emas, bunday ko'pchilik kuxnyada aslida kichkina ichki uchi yarni etib, kichkina kuxnya etib qo'yadi. Buning ishlar razmeri yaxshi, garni bilan vannasini. Bu yerdan lekin remontini alohida ahamiyat berib zo'r ishlagan. Endi remontlari mana kafelari, yoqlari, vannalari отдельный. Bu yoqda dushovoy tamom ham отдельный etib ishlagan. Alistomni ham ulusidan qo'yilgan. Bu eshikdan esa orqaga chiqiladi. Aytganimizday, mana hozir kirgan yerdagi giposon poldan pryamoyga chiqadigan eshik bu. Bu yoqqa orqaga bilan ko'rtuvanizday polniy bog', chirtaklari ishlangan, patologlari, burchaklari bosilgan, polniy oynag'ina maramarlari bosilgan, qo'yilgan burchaklari yaqinda bosilgan, chiroyli qilib bog'larida hamma mevadan bor. Hozir orqaga ham bir qadar to'liq ko'rsatib chiqamiz. Bu orqa yoqda mana zavori qaptali 380 trassadan moyka yoqdan bu yoqqa qarab Vosal to'yxonaga tushib kelgandagi qaptal yoqqa to'g'ri kelib turibdi bu yerda. Garaji shu yerdan kirib chiqadigan garaj bu. Garajning ichini bir ko'rsatamiz. Syash quyilgan, bu yerga kotel ham qo'yilgan. Qishdan kuni dim suv qo'yib ketadigan bo'lsa, kotelni yoqib qo'yasiz, mashinangiz issiqda turadi. Ko'chada qor, yomg'irda kelib, yo'l mashina yuvib keladigan bo'lsangiz, mashinadan oqqan suvlar jilayib, miyiga tushaveradi, shu yerdan bu yoqqa aptosh olaveradi. Bunday mashina uchun aniq ishlangan garajda bu. Bu yoq darvozalari ayaqniga qaptal yoqqa qaragan. 380 trassadan tushgan yoqqa. Bu yoqlari esa mana molxona, tovuqxona, bog'da aytganday har turli mevadan bor. Basseyni ishlab turibdi, toza. Hali suv to'ldirmabdi. Basseynga suv to'ldiradigan ham, suv chiqaradigan ham yoqlar hammasi ishlanib turibdi, hech qanday muammo yo'q. Suv to'ldiradigan, suv chiqarib tashladigan nazozlaridan. Mana endi avval garaj bo'lgan, endi hozir kladovka hisobida bo'lib turibdi bu ham. Bu yoqda mana uyga topchan qo'yib olsangiz bo'ladi. Uyda bir yozning kuni o'tiradigan etsangiz bo'ladi. Bu yerga maramarlar qo'yilgan. Bu yerda yana bir ikki xonasi bor. 3x5, 3x5dan ikki xona. Ikki xonadan bu yoqdan qarasang sirtdan kirib chiqadigan. Qarasang sana koridordan ochib bo'ladimi, bu yoqqa ochishning iloji yo'q chiqarguncha. Bu yerdan mana nedan ko'chadan chiqiladi, Nadira ko'chadan chiqiladi. Darvozalar ham yaxshi darvozadan qo'yilgan. Eshiklari, darvozalari hech almashtirilgan bir vaqtinchalik remenki darvozalardan emas. Mana ko'chadan qaraganda bir xonadan shunday bir chiroyli, feyzli xonadan pastlarda kafelarida bosilgan. Endi uyimizning adresini keladigan bo'lsak, to'liq podrobniy adresi Bekarniy. Vosal to'yxonadan o'tib, o'ngga kirasizlar. Vosal to'yxonadan Nadira ko'chaning ugloyi bo'ladi.
Nadire ko'chani uyg'oyi. Ayni yoqqa chiqib ketsanglar, 380 trassaga chiqib ketasizlar. Yer maydoni 9 sotik, uyning ham yeri chiroyli qilib remontlanib ishlangan. Bahasi 105 ming dollar aytilyapti. Qaytiladi, kelishadi, kami bor. Endi bu joyda hozir olsangiz, endi ben vaqt o'tishi bilan bir 10 yil, 15 yil, 20 yildan keyin bir yig'ib solatan bo'lganda, bu joy uyg'oyga chiqqanda 9 sotik bo'lgani shunday zo'r bo'lgan. 3 sotikdan bo'lasiz, bu yoqqa qarab bir joy, o'rtaga uyg'oyga qaratib bir chiroyli tip 2 etajdan yana bir joy, ayna qaratib yana bir joy. 3 joy tushadi birga. So'nglik bilan bir yig'ib solgan vaqtingizda. Lekin mana asosiyada yig'atan asosiyada emas bu joy. Bu joyda yo'g'onmi ko'zingiz qiymaydi. Ko'cham asfaltlangan ko'cha, qo'ng'ishlari, bu yerdagi qo'ng'ishlari hammasi avvalgi bongo qo'ng'ishlari hammasi. O'rtasiga kelgan unday emas. Hammasi burundan qatnashib o'tirgan qo'ng'ishlar. Uyama qo'ng'ishlar degan yeri bor, ana shunday yerlardan biri bo'ladi. Kelib ko'rajaqlarni ko'rsatamiz, bizga elarning ham nomerlarini yozib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib gaplashib so'rasangiz bo'ladi. Sizlar bilan men Ixtiyor Minchanovich.